Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Takrorlanmas robotlar YouTube kanali. Demak, ushbu videomizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugun sizlarga yana bir bepul robotni taqdim etamiz. Robotni shunchaki bermasdan, robotni ishlash prinsiplarini tushuntirib, o'rgatib, batafsil ma'lumotlar bilan beramiz albatta. Doim Telegram kanalida bepul robot va indikatorlar bor. Demak, biz videoni boshladik. Xo'sh, YouTube kanalimizda juda ham ko'p videolar bo'lishini xohlardik. Agarda sizlardan imkon qadar podдержка kuchli bo'lsa, hozirda 39 ta video bo'libdi. Yana ham ko'paytirish harakatidamiz. Deyarli har hafta video qo'yishga harakat qilyapmiz. Ma'lum bir sabablar bilan videolar soni cho'zilib ketyapti. E'tibor bersangiz, juda ham ko'p ma'lumotlar, bepul ma'lumotlar berganmiz va mashhur treyderlarni, demak, savdo robotlarini tuzganmiz, ya'ni treyderlarning strategiyalari asosida savdo robot va indikatorlar tuzganmiz. Shuning uchun qo'llab-quvvatlasanglar, bundan ham zo'r narsalar chiqarishga va'da beramiz, doim harakat qilamiz. Endi bugungi videomizda sizlarning iltimoslaringizga ko'ra, aynan Telegram kanalimizdan ko'p murojaat kelib tushgan. YouTube'da bir video paydo bo'libdi va bir treyder razgon strategiyasini o'rgatgan, tushuntirgan, qog'oz ruchka qilib va o'sha strategiya asosida savdo roboti tuzib berishni so'ragan. Va biz buni amalga oshirdik. O'zi bu yo'nalishda bunaqa savdo strategiyasidagi robotlarimiz kanalda avvalan bor edi, lekin bunda sal boshqacharoq jihatlari borligi uchun qaytadan aynan xuddi o'shanday qilib tuzishga harakat qildik maksimal. Mana razgon strategiyasi YouTube'da mana shu videoni qidirib ko'rsanglar bo'ladi. Kapitalist YouTube kanalida 30 ming obunachisi bor ekan. Bu yerda demak strategiyani polni tushuntirgan va izohlarda ko'pchilik strategiya haqida fikr bildirgan va meni eng quvontirgan narsa mana bunday ogohlantirish. Bu juda ham zo'r yozib qo'ygan. Eng muhim joyi, o'z riski va mas'uliyatini ko'tara olmaydigan insonlar ko'rishi man etiladi. Ya'ni bu yerda aynan savdo robotlarida shunaqa, biz bepulga robotlar chiqaramiz, joylashtiramiz YouTube'ga, Telegramga va ishlashlarini tushuntiramizda. Lekin ko'pchilik negativ ham yozadi juda ham. Aynan zarar qilsa vaholanki biz tushuntiramiz risklarni. Mana shu videoda ham batafsil tushuntiramiz risklarni va qancha depozit kerak shu haqida tushuntiramiz. Bu videoda ham maksimal tushuntirilgan, qancha depozit kerak, boshqa. Endi videoni monetizatsiya deyman, nima deydi? Mualliflik huquqi bo'yicha muammo bo'lmasligi uchun ochib bera olmayman. Shunchaki mana shu videoni adashmasam Instagramdan ko'rgan bo'lishingiz kerak. Instagramda ham aylandi. Juda ham yaxshi tushuntirgan, lekin bu treyderga albatta respekt. Endi o'sha robotga kelsak, avvalo bu videoni YouTube mana shu videomiz havolasini video ostida qoldiraman. Shu videoni ko'rib chiqinglar. Buni strategiyasini qaytadan tushuntirish videoni cho'zilib ketishiga sabab bo'ladi. Buni ko'ringlar. Bundan keyin bizni videoga qaytib yana davom ettirsanglar bo'laveradi. Shunda qo'shimcha bilim olasizlar mana shunday strategiya haqida. Endi bu treyderda bitta tomoni razgon sifatida qaragan bu narsaga, lekin stabil savdoda ham ishlatsa bo'ladi. Ya'ni stabil daromad qilsa ham bo'ladi. Aynan shu tipdagi robotlardan. Demak, YouTube'dan chiqib, endi biz xo'sh, mana bu yerda demak, mana bu yerdan turibdi. Xullas, Telegram kanalimizga mana shu 3 ta faylni tashlab qo'yganmiz. Ingliz tilida ham olib boryapmiz imkon qadar. Sababi bu yerda ingliz tilida izohlarni ham ko'rib qolyapmiz. Telegram kanalida lichkaga yozishyapti. Chet ellik treyderlar ham qiziqyapti. Bizni savdo robotlar quvonarli tomoni chet ellik treyderlar tomonidan ham ishlatilyapti. Buyurtmaga ham chet elliklar buyurtma beryapti bizga. Bu juda ham albatta biz uchun yaxshi yangilik va motivatsiya bo'ladi ishimizga. Endi mana shuni PDF da ochasiz, telefonda ham ochiladi albatta bemalol. Bu yerda hamma narsasi tushuntirilgan, robotni sozlamalari tushuntirilgan, qayerda nima narsa borligi mana maksimal tushuntirib ma'lumot berilgan. Mana shu yerdan o'qib ham bemalol yoki
keyinchalik ishlatayotgan joyingizda nimadir tushunmay qolgan joyingiz bo'lsa, bemalol o'qib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Bu qo'llanma, xuddi televizor sotib olganingizda ichidan qo'llanma chiqadi-yu, shunaqa narsa. Buni ingliz tilida ham joylab qo'yapmiz. O'sha aytganimdek chet ellik treyderlar uchun. Mana robotni faylini o'zi. Demak, buni o'rnatishda YouTube kanalimizdagi boshqa videolarni ko'rsangiz, robotni o'rnatishda videolar bor. Keyin eng ko'p meni ajablantirgan savol, telefonga o'rnatsa bo'ladimi deb. Ya'ni iPhone'ga o'rnatsa bo'ladimi? Shunaqa izohlarni o'qib qolyapman asosan Telegramdan. O'sha Telegramdagi obunachilardan iltimos YouTube kanaliga o'tinglar. YouTube kanalida barcha ma'lumotlar berilgan. Telefonda ham ishlatsa bo'ladi, mantiqan olib qaraganda, lekin telefonga to'g'ridan-to'g'ri o'rnatib bo'lmaydi bu narsani. Telefonga o'rnatsa bo'ladimi deb ham yozishadi. Yo'q, o'rnatib bo'lmaydi. Shuning uchun bizda bepul video darsliklar YouTube kanalimizda hamma uchun ochiq darsliklar bor. Bemalol ko'rib, telefonga robot o'rnatish degan video bor. Bu yerda link ostida ham qoldiraman, bemalol o'rnatib olsangiz bo'ladi. Endi robotni o'zini ishlatib ko'ramiz. Demak, mana shu fayllar MetaTraderga kiramiz. Birinchi o'rinda, demak, MetaTraderda biz demo shotimizga robotni ishlatib ko'rishimiz kerak. Mana bu yerda buni o'chirib turamiz. Ctrl T ni bossak, bu yonadi. Xo'sh. TRH Razgon. Mana robotni o'zi bu yerda bizning linklar qoldirilgan. Algo Tradingni bosasiz. Input qismida demak robot sozlamani. Birinchisi PDFda yozilgan o'zbekcha tarjimasi ham. Load hajmi, minimal load hajmi 0.01. Mana shu YouTube'dagi videoda qanday strategiya bo'lsa, bu yerda xuddi o'sha 1 ga 1 qilib ko'chirilgan. Endi step distansiyasi, ya'ni oraliq masofalarda 20 pips qo'yilgan. Keyingisi undan keyingi oraliq masofa, ya'ni qo'shib boruvchi, ya'ni o'sha videoda batafsil tushuntirilgan. Bu ham 20 pips. Endi birinchi buy sell ochgandan keyingi martingale bu 2x qilingan, ya'ni 0.01 dan 1 nuqtadan buy sell ochadi. O'shani hisoblaydi, 2x 0.04 ochadi undan keyingilarda. Yo'q, undan keyin 0.04 ochadi, undan keyin 2 barobar oshirib ketaveradi. Endi bu yerda eng muhim joyi profit target, ya'ni bu yerda $1 ga foyda chiqsa, demak bitimni yopib yuboradi. Agarda sentovoy hisob bo'lsa, bu 1 sent bo'ladi. Sentovoy hisoblarda 5 yoki 10 sent qo'yiladi. Standartda ishlatadigan bo'lsangiz bu robotda $10 foyda yopadi. Sentovoyda 10 sent foyda yopadi. Lekin sent bilan dollarni robotni o'qishi muammosiz bir xilda o'qaveradi, ya'ni 10 deb o'qiydi. Bu yerda maksimal grid pozitsiyalar soni 10 ta qilingan. Agarda maksimal risk bilan ishlamoqchi bo'lsangiz 20 ta qilsangiz bo'laveradi. Keyin balansga nisbatan risk bu, misol uchun siz $100 sentovoy bu degani, ya'ni prosent hisobi RoboForexdan bo'lsa, Access'da ham deyarli shunaqa mikro akkaunt bo'lsa 10.000 sent bo'ladi. 10.000 sentni 30%, ya'ni $100 da 30%, $30 risk qilyapsiz. Agarda shuni yoqib qo'ysangiz, $30, ya'ni 30% protsentga borsa, barcha bitimni yopib yuboradi. Buni 100% qilsangiz polniy risk. Ogohlantiraman bu yerda. Demak, polniy risk bo'ladi. Endi bu demak time filter, ya'ni bu yerda polniy time filter o'chirilgan. Ya'ni mana bu yerda pastdagi sozlamalar polniy o'chirilgan hozirgi holatda. Ustiga 2 marta bossangiz yonadi. Sessiyalar misol 00 dan 6 gacha. Misol 12:00 kechasidan ertalab 6 gacha faqat server vaqti bilan bo'ladi. Server vaqti nechaligini o'sha VPS serveringizda, hozir mana kompyuterda soat 12:18 bo'lsa, VPS serverida boshqacharoq bo'ladi. Yevropada joylashgan bo'lsa misol, shunaqa. Server vaqti bilan moslab, misol uchun siz aynan O'zbekiston vaqti bilan 12:00 dan keyin kechki 20:00 gacha ishlatmoqchi bo'lsangiz, faqat o'sha vaqtda, demak bularni o'chiramiz. Bularni hammasini o'chirib chiqamizda, birinchidagini yoqamizda buni, demak
12:00 dan 20:00. Bu degani obeddan keyin kechgacha soat 8 gacha ishlab beradi. Faqat aytganimdek server vaqti bilan hisob kitobini to'g'ri qilib olasiz. Eng zo'r yo'li, misol uchun hozir soat 12:19 bo'libdi. Server kirsangiz, taxminan misol uchun ularda kechroq tong otsa, demak, taxminan deylik 3 soat farq qilsa 11:00 bo'ladi misol. 11:00 kompyuterda VPS server ko'rsatsa, demak bizning vaqt bilan uje 12 bo'lgan bo'ladi. Shunda 11:00 dan deb hisoblab ketaverasiz. Ya 3 soat bo'lsa uzr, 9:00 taxminan 9:00 dan demak 17:00 gacha belgilasak, biz vaqt bilan shunaqa bo'ladi. Xullas, time filtrini to'g'ri qilib olgan ham ma'qul. Hozir buni o'chirib qo'ydim. Shunaqa. Endi bu oraliq masofalarni 20 emas 200 qilaman. Ba'zi brokerlarda bitta nol ko'proq qo'yilishi kerak. Slippage ni 30 qilib qo'yish kerak. Endi bu MetaTrader original demosi uchun qilingan. Bo'ldi. OK tugmasini bossak, mana robot ishga tushdi. Bu yerda takrorlamas robotlar yozib o'tiribdi. Endi allow algo trading qilganmiz, adashmasam. Mana turibdi. Endi algo trading tugmasini bitta bossak, robot ishga tushadi. Buy va sell bitimlarini bitta nuqtadan ochdi. Xuddi videodagidek bo'ladi. Bu yerda target $10 ko'rsatilgan. $10 ga borsa barcha bitimlarni yopadi. Prosatkamiz 100% qilingan ekan. Bu yerda ham ma'lumotlar belgilangan, ko'rsatilgan. Endi testerni ko'ramiz. Control bilan R harfini bosadigan bo'lsak, ya'ni R ni bosadigan bo'lsak, mana shunday strategiya tester ochiladi yoki mana bu yerdan uzr. Mana bu yerda strategiya testeri umuman xayolda qarang. Har doim ishlatadigan narsamni esimdan chiqarib qo'ydim qaydaligini. Mana shuni bossangiz, mana Ctrl R strategiya tester ochiladi. Endi biz vizualni tanlab olamiz. Mana robotni oldini tanlab qo'yganman. Tillada va oxirgi oy. Oxirgi oydagi demak natijasini ko'ramiz. Balans esa misol uchun 10,000. Eslatib o'taman, bunga agar stabil ishlamoqchi bo'lsangiz $300, ya'ni 30,000 sent kerak. Agarda mayli razgon qilaveraman desangiz, $50-100 bilan ham razgon qilsangiz bo'laveradi. Endi shu joyda input qismiga o'tsak, input qismi shunaqa qilingan. Demak, start tugmasini bosamiz. Testlar ishlashini ko'ramiz. Oraliq masofasi nisbatan yaqin qilindi va e'tibor bering. Gridni o'chirib qo'yamizda. Mana bir nuqtadan buy va sell bitimlarini ochdi. Kuzatamiz. Bu yerda 0.04 sell ochyapti. Uji foydaga kirdi. U umumiy foyda. Umumiy foyda yopib yubordi endi. Hozir bu yerda juda kichkina umumiy foyda qo'yilgan ekan. Shuni 10 qiladigan bo'lsak, chiroyliroq ishlaydi. Start bosamiz yana. Shu tarzda robotlarni tekshirib, mana buy va sell ochilgan bir nuqtadan spread hisobiga orasidagi masofa sal bilinib turibdi. Mana bu yerda yana sell ochilyapti. Foyda uji 1.26 sent, agar sentovoy bo'lsa. Bu yerda mana birinchi bitim buy zararda, ikkinchisi foydada, uchinchi sell esa ko'proq foydada bo'ladi. Maqsad shu. Daromad qilishda maqsadi shundan bu tizimda. Mana ko'ryapsizlar, bu yoqqa ochib yuboryapti va foydaga chiqqanda yopyapti hamma bitimda. Shunaqa. Endi bu robotni
yuqorida aytganimdek maksimal risklarni hisob kitobini olib ishlatasizlar va Exchange yoki boshqa brokerlarda farqi bo'ladi. Farqiga qarab turib robot sozlamasini o'ziz sozlab olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni Exchange brokerida bitta nol ko'proq bo'lishi mumkin va hokazo. Shunaqa xato kamchiliklarni to'g'rilab ishlatsanglar bo'laveradi. Xato kamchilik emas, o'zi standart shunaqa bo'ladi. Iloji deyarli yo'q buni to'g'rilashda yoki biz har bitta broker uchun set fayl tashlab berishimizga to'g'ri keladi. Undan ko'ra testerda ishlatib ko'rib bemalol ishlatsanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, bunaqa robotlar yana ham ko'proq berib boriladi imkon qadar. Shuning uchun Telegram kanalimizga va YouTube kanalimizga obuna bo'linglar. Xayr, salomat bo'linglar.